Bu dunyoda shunday insonlar borki, ularning hayoti butun avlod uchun ilhom manbai. Xadicha Sulaymonova ana shunday siymolardan biri edi. Uning ilm fanga bo'lgan sadoqat va jasorati nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo xalqlari uchun namuna bo'lishi kerak. Ushbu videoda Xadicha Sulaymonovani boshqa millatlarga va yurtdoshlarga tanishtirishni, shuningdek uning faoliyatini keng targ'ib qilishni maqsad qilganmiz. Xadicha Sulaymonova was born on 3rd July 1913 in Andijan. Her father Sulaymon was a knowledgeable and hardworking man, and her mother Otincha was a wise and patient woman. Shunoslikka qiziqishi Marg'ilondagi sud jarayonida san'atkor Nurxonning o'ldirilishi bilan bog'liq ishda qatnashgandan so'ng kuchaygan. Sudda qatnashgan jamoat qarovchisi Tojixon Shodiyevaning jasorati Xadichaga ilhom baxsh etgan. Xadicha Sulaymonova Toshkentdagi Jahon Obidova nomidagi Qurilish va huquq institutini tugatib, 22 yoshida xalq sudyasi bo'ldi. Tez orada Oliy sud a'zoligiga saylandi. Sudyalik faoliyatida haqiqat, adolat va insonparvarlik prinsiplarini ustuvor qo'ydi. 1938, il commence des recherches scientifiques à Moscou. Après avoir soutenu avec succès sa thèse, il est devenu chef de département, puis directeur de l'Institut de droit de l'État de Tashkent. En 1954, il a reçu le titre de scientifique honneur de l'Est de l'Ouzbékistan et 1956, il a reçu le titre de membre titulaire de scientifique académique. In 1956, she was appointed Minister of Justice. As minister, she carried out major reforms in the areas of the openness of the judicial system, professional development, and rising legal culture. In 1958, the Republican Center for Forensic Expertise was established on her initiative. Xadicha Sulaymonova 1965-yil Oliy sud raisi lavozimini egalladi. Ushbu lavozimni qat'iyat va bilim bilan bajardi. Butun hayotini ilmga va adolatli jamiyat qurishga bag'ishlab, 1965-yil 26-noyabrda vafot etdi. Zindagi va zahmatxo'y Xadicha Sulaymonova Baroy rushdi nizomi huquqiy jumhuriy O'zbekiston sahmi buzurg guzashdi. Bulutga ergashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan, soyangiz bulutga tirmashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan, yodingiz dillarda joylashgan, unutmoq oson emas sizlarni, yodingiz dillarda joylashgan, unutmoq oson emas sizlarni.